alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova siz azizlarim bilan bugun ham kichik do'stlarim bilan birga kanallarimiz orqali sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Yurtimizda 8-mart bahori ayyom xalqaro xotin-qizlar bayrami shukuhi kezayotgan ushbu damlarda barcha munis onalarimizni, muhtarama opa-singillarimizni, navnihol qizlarimizni ushbu bayram shodiyonalari bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy baxt, sog'lik, salomatlik tilayman. Hello everybody, and I congratulate all of the women and girls on the Women's Day. I wish you a lovely day, smile on the face, and love. Здравствуйте! Я поздравляю бабушек, мам и девочек с праздником 8 марта. Желаю удачи, успехов, здоровья и счастья. Ushbu she'riy tabrigimni siz azizlarimga bayram qutlovi sifatida yo'llayman. Farishtalar asli o'zingiz. Qalbi bahor beg'uborlarim, onajonlar, opa-singillar, oqqishlarday oppoq orzuli, suluv qizlar, sochi sumbullar, har go'shaning chamanzorlari, saharlarga sir aytganlarim, bu dunyoni mehriga o'rab, bardoshidan yov qaytganlarim, sofliklardan yaralganlarim, ezguliklar makon izingiz, onajonlar, opa-singillar, farishtalar asli o'zingiz. Bayramingiz muborak bo'lsin azizlar.